Ikkinchi sectionni ham boshlayapmiz. Ikkinchi sectionni birinchi lessoni swing high or low. Swing high va low tushunchasi. Market reverse qilish uchun swing high yoki low yasalishi kerak, boshqa yo'li yo'q. Ushbu tushunchadan foydalanish T-Trace modelining asosidir. Ya'ni shu o'rganayotgan modellarning asosi. Swing high yoki low 100% yasalishi kerak. Yasaladi ham. Swing high yoki low hosil qiluvchi 3 ta candle bor. Asosiy e'tibor o'sha 3 ta candlega qaratiladi. 3-chi va 4-chi candlelar swing high yoki low yasalgandan keyin potensial imkoniyat beradi, ya'ni follow qiladi desa ham bo'ladi. Hozir misolda ko'ramiz. Xo'p, shamlarni raqamlash. Candle 1 har doim high yoki low yasalishdan oldingi candle bo'ladi. Ya'ni mana misolda shu candle bo'ladi. Candle 2 har doim high yoki low yasuvchi candle bo'ladi. Mana low yasuvchi candle. Candle 3 har doim high yoki low yasalganini follow qiladi, ya'ni reverse beradi. Follow qiladi degani reverse beradi. Ya'ni sizga swing high yoki low yasalganini confirmationini beradi. Mana bu misolda ham candle 1, candle 2 high yasagan, candle 3 follow qilgan. Candle 4 har doim candle 3 ni davom ettiradi, ya'ni candle 3 ni follow qiladi. Mana candle 4. Bizga potensial imkoniyatni candle 3 bilan candle 4 beradi. Buni keyingi ikki bo'limda swing high yoki low hosil bo'lishini kutish uchun ishlatiladigan candle yopilishining 2 turini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikki xil candlelar yopilishi bor, ya'ni close bo'ladi. O'shalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Keyingi lessonda ko'rishguncha.